Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Mana bugun 3-darsimizda sizlar bilan ilmoqsiz ustunchani to'qishni o'rganamiz. Buning uchun har doimgidek zanjir to'qib olinadi keraklicha. Mana zanjir to'qib oldik. Endi birinchi halqachaga emas, ikkinchi halqachaga kirib, ish ipimizni tortib chiqaramiz. Ikkita halqacha hosil bo'ldi. Yana ish ipimizni ilib, ikkita halqachani ichidan birdaniga ish ipimizni chiqaramiz. Keyingi halqachaga kirib, ish ipimizni tortib chiqarib, ikkita halqacha hosil bo'ldi. Yana ish ipimizni ilib, ikki halqachani ichidan birdaniga chiqariladi. Shu tariqa to'qishda davom etamiz. Halqachaga kirib, ish ipimizni olamiz. Ikkita halqachadan chiqariladi ish ip yana. Mana oxirigacha to'qib oldik. Endi keyingi qatorga o'tish uchun bitta zanjir to'qib olinadi. Keyingi qatorida ham xuddi shunaqa qilib birinchi ish ipimizni tortib chiqarib, ikkita halqachadan birganiga yana ish ipimizni tortib chiqaramiz. Bu chok zid chiqqani uchun, zid chok bo'lgani uchun bu chokda o'yinchoqlarni to'qishda ko'proq ishlatiladi. Kiyimlarni orasi ochuv chiqmasligini xohlovchilar ham shu chokdan foydalanadi. Bu chokni yaxshilab o'rganib olishinglarni maslahat berardim, chunki o'yinchoqlarni tana qismini shu chok yordamida to'qiymiz. Mana. Yana keyingi qatorga o'tish uchun bitta zanjiri ilib olinadi. Shu tariqa ishni oxirigacha to'qiladi. Naketsiz ustuncha mana shu holatda bo'ladi. Darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, kommentariy orqali fikringlarni bildirib ketinglar. Agar kamchiliklar bo'lsa, keyingi darslarda to'g'rilashga harakat qilaman. Xayr, salomat bo'linglar.